Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Bu borada shariatimizning qat'iy hukmini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Bizning Hanafiy mazhabini mo'tabar manbalaridan biri, eng e'tiborli kitoblaridan biri, bizning vatandoshimiz, bobo kalonimiz Burhanuddin Marg'inani o'zlarini Al-Hidaya asarlarida bu masalani alohida bahs qilib aytadilarki, al-qawlul mufta bihi deb turib, ya'ni bu borada fatvo berilgan gap shuki, ayolini ota-onasiga ziyoratga borishligidan man qilishga haqqi yo'q deganlar. Shuningdek, otasi yoki onasi ayolni, qizini ziyoratga kelishdan bir haftada bir marta kelaman desa, uni ham man qilishga haqqi yo'q deb, mana shu eng sahih va huwa sahih deb oxirida aytib, eng sahih rivoyat shu, to'g'risi shu deb Imom Marg'inani, Burhanuddin Marg'inani Al-Hidaya asarida buni bayon qilib kelganlar. Shuningdek, Hanafiy mazhabining eng mo'tabar kitoblaridan biri Al-Fatawa Al-Hindiyada, Fatava Hindiyada alohida shunga bob ajratilgan, shunga alohida bahs qilingan. Aytiladiki, "Va la yamna'uha min al-khuruji ila al-walidayn fi kulli jum'atin marratan va alayhi al-fatwa" deyilgan. Demak, o'zini ayolini har juma, ya'ni juma degandan murod bir haftada bir marta o'z ota-onasini ziyoratiga borishlikdan man qilmaydi. Bunga fatvo bo'lgan deganlar. Ustozimiz, shayximiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayh o'zlarini alohida shu oilaga bag'ishlab yozgan kitoblari Baxtiyor oilada ham haftada bir marta ayol kishi, kelin ota-onasini ziyorat qilish uning haqqi, huquqi deb alohida bayon qilib ketganlar. Mana shu masalalardan biz o'zimiz uchun bilib olishimiz kerakki, demak, kelinni ota-ona ziyorat qilishi yoki kelin ota-onasini ziyorat qilishligi bir haftada bir martalik eng uning tabiiy, shar'iy haqqi hisoblanadi. O'zi bormasa, o'zi haqqidan voz kechsa, mashalloh, uni haqqi. Lekin borgisi kelganini to'sishlikda, demak, erning huquqi yo'q. U shariatga zid ish qilgan bo'ladi. Mana shu narsaga e'tibor qilish kerak. Endi shu o'rinda, endi meni haqqim ekan deb turib, shu haqni talashishda oilalar bir-biridan ajrashib ketishadigan darajada ikkala tomon, demak, murosasozlikka borib qolishdan ham ehtiyot bo'lish kerak. O'zini zimmasidagi vazifasini bajarsin, ayol o'zini huquqidan ortiqcha narsani so'ramasin. Shunda mo'tadil, bir chiroyli, musulmoncha, tartibli hayot yuzaga keladi. O'sha jamiyatlar demak barqaror bo'ladi, yaxshi bo'ladi inshaalloh taala. Allohdan so'raymiz, mana shu borada bizni xalqimizni ham erlarini shariatga amal qiladiganlardan bo'lishlarini Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Vallohu taala a'lam bis-savob.